Salam do'stlar, Nurlan marabqa qaytib kelganlarni qarshi olamiz. O'tgan vaqtlarda biz program tili bo'lgan Java va JavaScript oid bir qism videolarni chiqardik. Unda bo'lsa, bugunchu deganda bugun program tili bilan munosabatsiz bo'lgan yana bir temaga to'xtalamiz. Darwinning shunday bir so'zi bor. Kuchliklar emas, maslashadiganlar qilib qoladi, hayot qilib qoladi degan. Hozirgi jamiyatning taraqqiyot etganda program tili shu ve taraqqiyotning uzunishining birisi bo'lib qoldi. Unda bo'lganda, mayli siz burun nima kasb bugun hozir program tili o'rgansangiz kechikmaysiz. Ikkinchidan yana nima deganda, ikkinchidan hozir bo'lib mana shu pandemic deymiz inglizcha. Virus boshlangandan beri investment, yana bizningki investment. Unda bo'lsa, men yangi so'zlar o'ntirib ko'zima. Investment xarakterlik ishlar avj oldi ham ko'pchilikning qiziqishini qo'zg'adi. Investment degan vaqtda ya'ni mablag' silish shunaqo. Biz unda bo'lsa mablag' silishni biz miyoqqa nimaga mablag' solmoqchi, nimani tushuntirmoqchi degan vaqtda odatda biz equity market deymiz. Equity market degan shu odatda biz aytgan paychak yoki bo'lmasa stockni ko'rsatadi. Yoki stock market. Stock market odatda qaratil. Ammo bir professional yoki bo'lmasa bir kasbiy odam nisbatan aytganda biz uni equity market deb ataymiz. Unda bo'lsa shu jarayonda nurg'unlagan cryptocurrency yoki bo'lmasa BTC o'ynaganlar bor, Bitcoin o'ynaganlar bor, shu jarayonda pul tutganlar bor, yutganlar bor. Ammo qiziqishingiz yaxshi, lekin asosingiz bormi degan gap bor. Shunlashqa biz bu yerda foundation, ya'ni asosingizni silishga yordam qilamiz. Asas foundation ikki xil bo'ldi equity marketda. Birisi fundamentals deymiz. Ya'ni asosiy bilimlar, fundamentals. Yana birisi nima degan vaqtda, yana birisi technicals. Ya'ni texnik bilimlar bo'ldi. Unda bo'lsa siz mosh ikkisini egallamasdan turib bozor kirgan bo'lsangiz, suv o'zishni bilmasdan turib dengiz kirgan bilan barobar bo'ldi-da. Men bir misol keltiray. Mau Finviz ko'pinchimiz mushtarbatni qo'llanamiz. Ham bugun bozor reklam tushibdi. Mana odatda index 3 index bo'ladi. Az deganda cho'ng bozor, bu Shimoliy Amerikaning bozorida indexes. Ko'p qism plural yoki indexes deb olamiz. Agar birlam bo'lsa index, ko'p bo'lsa indexes. Unda biz Dow industrial onundan keyin Nasdaqda asosan texnikalik. Men bunda yozay. Dow Jones deymiz. Buni industrial. Ya'ni asosligi ig'ir sanoat asosan shirkatlar bo'ldi. Ikkinchisida bo'lsa Nasdaq. Bunun asosligi texnologiyaga asosan ait şirketler bu. Üçüncüsü S&P 500 deymiz. Yani S&P 500 bu en çok 500 küçük karxana o'sishga alır. Baş üçüsünün hareketi qolgan yoki paychaklarning hareketini belgilaydi. Bu üçüsü nima deganda bu üçüsünü siz a basket of stocks. Yine bir sivet bor deb qarasangiz, bu sivetga biz nurg'unlagan stocklarni sevamiz. Masalan, ma'noning ichida 500 shirkatning bor deb qaraylik. Demak, bu 500 shirkatning o'rtaq bo'lgan bir indeks yoki bo'lmasa bir siveti. Bu sivetda yuqori ko'tarilsa, shuning ichidagilar asosan chiqadi. Agar tuvan tushsa, shuning asosan tuvan tushadi. Nasdaqmi shundaq, Dow Jones shundaq. Bundan boshqalar ya bormi deganda bundan boshqalar bor. Lekin bu satqda faqatlam shu asos huquqni so'zlamoqchi. Bizning bu maqsadimiz sizga investment o'rgatish emas, faqat tushuntirish. Nima uchun invest qilishimiz, qanday qilamiz deganni tushuntirishdan faqat. Unda bo'lsa, men yana bir sizlarga buni biz chart deymiz yoki bo'lmasa xarita shunami?
nurg'ulg'an odam nisbati qanda bu faqat siziqlar agar bir siziqlar hisoblanadi, lekin bu texnika bildigan odam nisbati qanda bu bir til. Xuddi JavaScript o'xshash bir til. Siz buni bila olsangiz, qachon invest qilsangiz, qachon bunga sotib olsangiz, qachon sotsangiz aniq bo'ladi. Masalan, men mani 2021-yil 5-oyning 19-i analiz qilgan. Fordniki. Shunaqa, ayni vaqt bahasi $12. Mening miyada qo'ygan bahorim $20dan $22 chiqdi deydi. Teklik. Nimaga asosan shunday qildim? Texnikaga asosan shunday qildim, ham fundamental. Yana miyada men baytgan fundamental bilan texnikalik ikki narsa bor. Unda bo'lsa bu oldi bilan ikkisini so'zlashdan burun biz Ford qarab boqaylik. Fordning hozirgi bahosi qancha? Fordning hozirgi bahosi $20 ekan. Bu $22ga $21 asosan chiqibdi, lekin hozir $20. Demak, mayoqdan aytgan vaqtda $12dan $20 chiqdi degan gap az deganda 40% dan yuqori ko'tarildi degan gapda. Buni tushunganlar bilganlar shu olalaydi, bilmaganlar qo'rqib ololmaydi. Undan keyin davomli tutib turish kerakmi emasmi? Buni yana shu chart yaqimsa, chirko'z qarab belgilaymiz. Mana bu texnikalik analiz bo'ldi. Biz bayda o'tgan technical analysis. Odatda analyzation. Bu Uyg'urchadan nurg'ulg'an gaplar. İngilizce, şunlaşqa qanday adamning bilimi Uyg'urlarning ingliz o'rganishi oson qiladi. Technicals. Bu asosan chart qarab belgilaymiz. Ikkinchisi nima deganda, ikkinchisi fundamentals. Okay. Yana bu fundamentals degani nima deganda, buning financial health. Yana bu şirketning kirim chiqimidagi ahvoli. Agar biz Ford qarasak, bu yoqda bo'lmaydi ekan. Ammo yana bir biz qo'lni tegishdik. Chirkiyoz Yahoo Finance chiqdi. Yahoo Finance asaq Ford ko'rgazdik. Ashqandan keyin profile deganda shirkatningki umumiy ahvoli. Ya'ni nima ish qiladi, nima joylashdi deganda bu yoqda deydi description deydi. Anandan keyin financials. Yana buning kirim chiqimi qanday mingyotidi? 2017dan 2021gacha o'sib mingyotdi, tushib mingyotdi. 2017 qarasak 156. Bu cho'qim billion bo'lish kerak, chunki buning birligi ming. Maya hozir bo'lsa 134. Demak, tushish jarayonida 2020dan boshlab yana qayta chiqish boshlabdi. Buni ko'rishni bilishingiz kerak-da. Bu yerda 4 asosan 4 o'xshamagan darajadagi financial statement deymiz. Balance sheet bar, cash flow bar, income statement bar. Mushlarni sonli qiymatdan ko'ralaydigan, bilalaydigan, tushunadigan, nisbatlashishni uqadigan bu holatda oningdan keyin sizning fundamentalni yetilgan bo'ladi. Men mana chirtyo'sni belgilagan vaqtda Fordniki albatta bu fundamentals asos qilgan fundamentals yaxshi bo'lgan narsaning oningdan texnik analiz qilaman-da. Shuning asosan target price chiqaramiz.